Men suvman. Sen meni ovqatdan 20-30 daqiqa oldin ich. Shunda hazmga yordam beraman. Ovqat paytida yoki darhol keyin ichsang, fermentlarni kuchsizlantirib, hazm jarayonini buzaman. Bu oshqozon va ichaklarga yuk bo'lib, kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Ovqatdan keyin chanqasang, 1,5-3 soat kut. Shunda men eng foydali bo'laman. Men asalman. Sen meni ertalab och qoringa bir qoshiqdan ye. Shunda foydam kuchli bo'ladi. Sen meni kechqurun och qoringa yesang ham foydam kuchli bo'ladi. Ovqat bilan yoki keyin yesang, shifoyim kamayadi. Men tomoq og'rig'i, yo'tal va uyqusizlikka foydaliman. To'g'ri yesang tun doriman, noto'g'ri yesang tun oddiy shirinlik. Men sutman. Men ichimlik emas, ovqatman. Meni sekin ich. Ichgach darhol uxlama yoki harakat qilma. Eng foydalisi bo'la yangi sut. Asal bilan ichilsa yanada yaxshi. Do'stim, shuncha maslahatga obuna bo'lib qo'ying endi. Like-chi esdan chiqmasin.